Bismillah. Qaramay-tur. İnşallah ağrımaydı. Ağrımaydı. Ağrımadı. Evet, bana so'ragansana. Hammasi yaxshimi? Evet. Tamam, qo'llari hozirda ishib ketyapti. Bu ishish kengayib ketishi mumkin. Qo'llari ishishni boshlagan va qo'llari ishib ketayotgan qizning ismi Masuda. U atiga 13 yoshda. Onkologiyaning, ya'ni rakning bir turi bilan kasallangan. Bitta ehsoningiz 1000 barobar yoziladigan oyda turamiz. Befarq bo'lmang. Agar mablag'im yo'q desangiz, shu videoga like bosib, istoriya qilib, yangi tugma podelitsani bosib, tarqat istoriya qo'yib bering. Hech bo'lmasa tarqalishida hissa qo'shing, kommentariyada duo qilib qo'ying. Bilasizmi, biz bu qizni qutqara olamiz. 50 ming bilan siz ham men ham boy bo'lib qolmaymiz. Qo'lingizdan kelganicha, orttira olganingizcha, ehson qila olganingizcha, shu qiz uchun ehson qiling. 50 mingmi, 5 mingmi, 500 mingmi qila olganingizcha hammamiz ehson qila olamiz.